Hala rahat urganda shu oyog'im keladi yaqinroqqa. Ikkini urganda oyog'im olib o'taman. Ikkini uraman, o'tdi oyog'im. Belimni ko'rishyapsan qanaqa turganini? Bel to'g'ri turadi. Beling bunday bo'lsa ko'tara olmaysan, qolib ketasan pozitsiyada. Tushunarlimi? Bu mashq pozitsiyasi uchun 90% buni yutug'i. Chunki sen tayda qolib ketasan. Shuning uchun bel to'g'ri bo'ladi. Ushlaymiz oyoq, kalla ham kontrol qilib, kalla bu tarafga ketiramiz, qo'lni oyoqni bu yoqqa tortamiz. Ana. Beling pozitsiya. Tushunarlimi? Yiqildik, uchi pozitsiyada uryapti bizni. Dabdanya qilyapti. Shoshilmasdan buni ushlab olamiz birinchi, keyin qo'llarimizni zapravka qilamiz. Keyin bitta oyog'ni o'zini ochamiz. Ikkovini teng ochmaymiz. Bitta oyog'ni ochib o'tkazaman, yelkasiga tashlayman bo'yniga. Keyin ikkinchisini olib o'taman. Tushunarlimi? Kurashni o'tib oladi. Dora o'zingga itarib ishlashing kerak. Hop, ket tashlab, ket ishlaring kirdik. Tushunarlimi? Bitta o'tirganda kelib ketish kerak. Bu shuni o'tgan uchun tegish kerak. Urmasa hech qilmaydi biroq. Urish kerak. Tekkandan keyin ishla. Hadi, hop. Hadi. Yaxshi. Hech narsani esdan chiqarmasdan shu qo'lni olib o'tamiz. Shoshilmasdan qo'lni olib o'tasan, tashla. Chiqartasiz, chiqar yana ham chiqar. Hop, qo'lni olib o'tasan, ketdi baliyo. Hop, yiqitma. U tepaga tikkalash kerak. Bu yiqitsang qochib ketadi bu. Sen uni tepaga tikkala buni. O'zi ushlasa bu qochaman deydi. Shuni yiqitasan baliyo. Tushundingmi? Ishlayana bitta.